Ya bundan qancha otasizlar sizlar? 50 mi? Kami var da? 58. Az kami var 50 ming so'm. Bunlar qancha otasiz? 45 kami var da? 45 ming so'm kami var. Buncha? 55 ming? 55 ming so'm kami var ekan bunda. Ya bu qancha oldi? 49 ming bo'ldi bu. Ha. YouTube. Qaysi kanal? Universal. Ertangi soat. Qancha otasiz buni? Qancha otasiz? 55 ta ota. 55 ta otasiz. Narxi-necha? 65 ta ota. 1065 ta otasiz. Kami var-da? Qancha oy vaqtingiz bo'lardi? Bordi-ku? He. Olgan 217. Qancha otasiz? Ekoni 115 ta otam. Ekoni 115 ming. Kami var ekan. 217. 2 buqani 115 ming. Qancha otasiz alani? 50 ta ota. Ha, 50 50. Qizilicha. Oldin 50. Ikki o'tang 50. Kami var-da? Az men ko'raman. Yersen bo'lardi-ku. Buni qancha otasiz? Nona. 70. Nolcha. Ikki o'tangni 70. Cümle işini tutuyor. Bunlar qancha otasiz aqti? 55 ta. 55. Qashqasicha? Başkanı 47. 47 ming so'm. Zaten çubuk olsa desene çakıştı. Ya bu qani qancha otasizlar bu qani? Alo. Adam qancha katta edi u? Qancha otasizlar? 75 mi? 75 ming. Oy. Qancha ekan bu? 55 kam var. 55 ming kami var ekan. Qancha o'shunda ole? 55 kam var. 55 kami var. Buni olsizcha? Bular 52 dan kam var. 52 dan. Buldalar shunday. Buldalar shunday. 52 ming. 65 mi ekan bu? Nalarında? Paroda bu. Parodasini qaysi paroda o'qat? Bu ama yeb ichganlar bular. 65 ming kami var dedingiz. 65 ming so'mdan ekan kami var ekan. So'rang aka. Yana qizilni qancha otasiz?
70 mi? 70 ming. Alanı-chi? Ulan 75. Alanı 75 ming. Ya bu qancha oldi bu qa? 33 ming. No qizilda qancha otasiz? Kaçına? Kızıl. 45 ming kami bor, qarasıncha. 55. Xolos, qarasi 55 ming. Qancha oldi bu buqa? Bumi 33. 33 ming. 33 ming so'm. Oldinglarmi? Oldim. Yaxshi. Ya uyda qanchada otasiz? Qancha? 100 ming? Baroda uy ekan. Bunisi qanchada otasiz? 65. 65. Kam bor-da? Yo'q. Assalomu alaykum. Uyda qanchada otasiz? 70 milyon. Qanchani tug'an? 3 tuğan. 3 tug'an 70 ming so'm. Uyda qanchada otasiz? 55 lira. 45 qanchani tug'an? Emekler. İkincisini tuğan. Ikkinchisini ham to'ytganda. Uyda qanchada otasiz bolasi bilan? 55 kam bor. Qancha qoldi turpon tug'anda? 3 kun. 3 kun bo'lib turib 55 ming so'm. Qanchachi turshi bu? Birinchi turshi ekan. Bu qancha ekan uy? 55 ming so'm. Uyda qanchada otasiz? 75. Qanchani tug'an? Birinchi bolasi ekan, 75 ming so'm. Bolasi shunda. Bu burada ne ki o? Uyda qanchada otasiz? 65. 65. 65. Bu uyda 80 kam bormi? 80 ming kami bor ekan, cho'ng uy ekan. Gördün mü sen gilat? Uyda qanchada otasiz? 45 milyon. 45 ming kam bor. Qanchada otasiz uyda? Ha, 40. Qanchani tug'an? Bir tutuylak. Tuylak uy bu. Qanchada otasi uyda? 70. Qanchanchi torpa bu? 70 ming so'm ekan. Yo, buni qanchada otasiz? 45. 45 bunisi-chi? 55. 55 45. Qancha ekan uy? 40. Uyda qanchada otasiz? 48 ming. Qanchani tug'an? Uyda tug'anmi? Qanchada otasan uyda? 60 da turuz. Qanchani tug'an? 2 da turuz. Ekini tug'an 60 ming so'm.
Ha. Aka uydu qanchada o'tasiz? 55 qanchani tug'an? 4 tug'an ekan 55 ming so'm ekan. Uydu qanchada o'tasiz? 55 kam var. 55 kamar qanchani tug'an? Ekim kim? Ekini tug'an 55 ming so'm. Qancha aqchasi? Aqchasi qancha? 55. Qanchani tug'an? To'ylak berish. To'ylak 55 ming so'm kam bor. Aka sizniki qancha? 60 kam. 60 kam bor. To'ylakmi? Berdi tug'anmi? Qancha bu aka? Qancha? 55 qanchani tug'an? 55 ming so'm ekan. Qancha ekan qizil? 45 mingmi? Tug'am to'ylakmi? Tug'an bo'z. Mana qarachi. Qara. 40 mi? 40 ming so'm ekan bu.